Bu kalaskamizning narxi 850 ming so'm bo'ladi. Bu kalaskamizning narxi bo'lsa 1 150 ming so'm bo'ladi. To'xtang, bir xil kalaskani ikki xil narx sotyapsizlar. Shu savolni bermasligingiz uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, savolingizga javob topasizlar. To'g'ri aytyapsizlar, kalaskamiz bir-biriga juda ham o'xshaydi, lekin juda ham katta farqi bor. Uni ham hisobga olishimiz kerak. Kalaskamiz 850 ming so'mlik, materiallari yubqa varianti bo'ladi. Ushlaydigan joylari gubkali bo'ladi. Bu bo'lsa 1 150 ming so'mlik kalaskamiz. Farqi, materiallari juda ham qalin bo'ladi, suvga chidamli, yomg'ir qorga chidamli bo'ladi. Ruchkalari orqaga va oldiga o'tadi. O'tiradigan holatdan bemalol foydalanaverasizlar. 3-4 yoshgacha bolaning sig'imiga qarab bemalol foydalansanglar bo'ladi. Komplektida zimniy chexollar chiqadi. Zimniy chexollari ham juda ham qalin bo'ladi. Qishga moslashgan zimniy chexollar. Eng ajoyib o'zgarishlardan biri ryukzakli sumka chiqadi. Farzandinglar orqalariga osib olib bemalol foydalanishligi mumkin. Kalaskamiz yig'ilishiga kelsak, yig'ilishi ko'rib turganingizdek juda ham ixcham va tez yig'iladi. Mana mashinalarni bagajiga solib bemalol uzoq yo'llarga ham olib ketishingiz mumkin. Yurishlari juda ham yengil yuradi. Yurishlariga alohida e'tibor berasizlar. 4 ta balonida tormoz tizimlari bor. Oldi oyoqlari mexanizmli bo'ladi. Oxirigacha ko'tarib yopib qo'ysanglar ham mumkin. Xo'p, kalaskamiz obzorini ko'rdinglar, farqlarini ajratinglar. Xudo xohlasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz, murojaat qilasizlar.